Assalomu alaykum. Bugun geometriya kitobidan, iskana kitobidan 10.017-misolni ko'ramiz. Aynalar berilgan. Shunda P nuqta olingan, P nuqtadan batar o'tkazilgan va P nuqta aylana markazidan o'tuvchi yana bitta diametr o'tkazilgan. Demak, A va 18 ga teng. A va 18 ga teng bo'lsa, bu yerda x desak, bu yer 18 minus x ga teng bo'ladi. Demak, bu yer 7, bu yer 11, bu ham 11 bo'lishi uchun bu yer 4 bo'ladi. Demak, shunaqa xossa bor edi. Demak, n p ni ko'paytiramiz p n ga teng bo'lar ekan. Shuni a p ni p ga ko'paytmasi. Ya'ni bu 4 karra 18 teng bo'lar ekan ko'paytmasi x ko'paytirilgan 18 minus x ga. Demak, nima qilamiz bu yerda? Bu yerda 72 teng bo'ladi 18x minus x kvadrat. X kvadrat minus 18x plus 72 teng 0. Demak, bu x minus 6 x minus 12 ga ajratar ekan. Demak, ximiz 6 ga teng, ximiz 12 ga teng. Demak, 6 bo'lganda bu 12 bo'lar ekan, 12 bo'lganda 6 kesmalarga ajratadi.